100 ta Ronaldoga qarshi 100 ta Messini urishtirib ko'ramiz akalar. Nima deb o'ylaysizlar? 100 ta Ronaldo kuchlimi yoki 100 ta Messi kuchlimi? O'sha kutilgan onlar keldi akalar. Ko'p kutilmagan holda akalar sizlarga fightni guvoh bo'lamiz. Olg'a akalar. Ronaldochilar kuchlimi yoki Messichilar kuchlimi? Komment yozib ketamiz qani. Ronaldoni aktivi bombami yoki Messini aktivi bombami? Kutaman. Kommentga hujum akalar. Uju fightimiz boshlandi akalar. Karatez Ronaldolarga qarshi 100 dona boksyor Messilar. Joyini ichirib yuboradi deb o'ylayman Ronaldoni. Nima deb o'ylaysizlar akalar? Menga ham qiziq qaysi biri yutishi. Komment portlab tashlagansizlar Ronaldo Messi deb mana aka o'sha jangga akalar. Ko'ringlar maza qilib choyini ichiradi hozir Messilarni. Uju mana slow motionda ko'rasizlar akalar. Slow motiondagi Ronaldoning holatini ko'ringlar. Orqasidan bittasi tepyapti. Ronaldoni tepmaydi, lekin Messiga o'tadi o'sha damage. Messini qonag'ini chiqarib tashlayapti akalar. Uju Messilar oyoq osti bo'lib ketdi. O, Ronaldoning ham ikkitasi o'libdi. Yo! Wow! Jang qizg'in ketmoqda akalar. Uju Messilar kam qolmoqda akalar. Uzoqdan uryapti Ronaldoni sheriklar. Uzoqdan uryapti. Yoningga bormasdan uraman deyapti Ronaldoni sheriklar. Akalar qaranglar, u uzoq turdi mana bu yerda. Uzoqdan yoningga bormasdan chertaman deyapti. Mana aka slow motion. Oxirgisini slow motionda qani. Ur bratan. Ur. Bu apel kod bilan mana bizda Ronaldolar g'olib bo'lmoqda. Kommentga hujum akalar. Ronaldo number 1.